هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 21-sonini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yaqin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, programmamiz har kuni shu soatlarda ekranlarda bo'lib o'tadi. Bu muborak oyda Rasulimiz, suyumli payg'ambarimizningki ana shu go'zal axloqlar bilan o'zimizni texambak go'zallashtirish, zinnatlashtirish uchun hayotimizga texambak ma'ni qo'shish uchun mashaqan programmamiz shu tariqada davom qilyotdi. Rabbim inshaalloh bu programmada so'zlangan mazmunlar, so'zlangan ana shu go'zal nasihatlarni hayotimizda o'zlashtirib, mengashqa muyassar qilishini to'g'rilik bilan so'raymiz. Programmamizning doimlik mehmoni hammalar tunishib bo'lgan da'vatchi Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Habibullah Ko'sanining taklif qildiq qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qilgan uchun oldin ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga mush fursatni yaratib berganlar uchun rahmat. Alloh razı olsun. Hammalar ma'lum bo'lgandek programmamizni naq maydonda taqdim etamiz. Ekran oldiga chiqib turayotgan nomer orqali bizga programmaga aloqador har qanday savol yoki nim bo'lsa yo'llasanglar bo'ldi. Inshaalloh oldimizdagi programmalarda javob berishga tirishamiz. Bugungi programmamizning baş temasi Rasulullah ve ayollar deb qo'ydik. İnşallah bu daire içinde paranlaşımız. Ustadımda bir vasıta temamıza kirsak, elbette ayollar bir cemiyetinki yerimi, cemiyetinki bir ümmetninki, bir cemiyetinki yükselişi üçün ayollarınki ornu intayın muhim. Çünkü bizler hem nurgun bütün dahilanın hemmisi şu ayolların kulda. Şularning tarbiyasi ostida shular tug'ib cho'ng qildimdi. Albatta, nurg'unlagan xato tushunchalarni ayollarga qilinayotgan zulm ishlarni albatta jamiyat har qanday jamiyatda yo'q deyamaymiz albatta bor. Biz shu doirada bir paranlashsak, oldi bilan biz islomdagi bugun dunyoda xuddi islom degan vaqtimizda ayollar xuddi islomda yaklandigandek, chatga qiqildigandek, ularning huquqi bir xil berilmayotgandek. Çünkü G'arbning tashviqotning bo'lgan mediada ashundoq ko'rsatib islomni sat ko'rsatish uchun elib berilgan tashviqotlar g'oyat zo'r tashviqot bo'ldi. Biz islomdagi ayollarning o'rni nima deb bundan boshlab ekan Rasulimizning qanday muomala qilganligiga kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga hamd sana bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam durud va salomlar bo'lsin. Endi bu ayollarning islomdagi o'rnidagi masalaga kelsak, haqiqatan islomning 1400 yıl burunqi ayollarga bergan o'rni haqiqatan bek cho'ng, bek büyük hamdi. Ama biz Uyg'urlarning hozirgi ahvoliga kelsak, azroq masala bor hamdi. Biz bo'libmi sharq tava Uyg'urlarda mundaq bir ayollarni sal tuvan ko'rish odatlarimiz bor hamdi. Bu taz yaxshi emas. Chunki ayollarni o'zini ashtaq his qildigan ahvol bor. Ayol degan mashaq tuvan turdi degan shundaq. Endi bo'libmi shu o'qimagan savossiz ayollarda bu bak yuqori raqamda. Chunki ayollar davomli bu ayollar tuvan ko'rilgandan keyin ayollar tafakkur qilmaydigan, o'ylamaydigan, hammani erlarga tayindigan mandaq bir kayfiyat shaklini qilganlik. Hatto aqlnimi eri o'ylab birib mandaq bir ahvol sal ig'ir bu to'g'ri emas hamda. To'g'ri, islom dinida erninki hurmatlandi, bu to'g'ri. Lekin ayollarmi chuqum asli umumiy dinimizda valaqad karramna bani adam. Biz insonni ulug' yaratdik dedi. Farishtalarni insonga sajda qildik dedi. Buning o'zi bizning dinimizda aniq. Shuning uchun shu onalarninki hurmatlanmasligi, onalarninki oilada past ko'rilishi balalarning tarbiyasiga ajoyib zo'r ta'sir ko'rsatdi. Bu bir. Ikkinchisi, ona hurmatlanmagan uydagi balalarmi kincha o'zining onasini hurmatlamaydi.
Özünün ayağını hürmetlemeydi. Özünün ayağını hürmetlemeydi. Özünün ağaç sınırını hürmetlemeydi. Yani ayallar diyor. Alıqı hem de ras bağı oyda oturtlam. Kız valgan cımıltıra dep lama akıllar inildir deydi. Ma kız valgan çıkarlaşma dep. Ameliyatda dinimiz onun aksicha inşallah keyingi şu devam etib chiqadi. Men umumjatdan shu to'g'ri emas qarindoshlarimiz. Ayollarni hurmatlaganlik, avlodlarimizning yaxshi tarbiyalanishi ham bu ayollarni yani bir inson boshqa ishni qo'yaylik, inson shaklida bir hurmatlash bu bakmay. Masalan, Allah subhanahu va taolo ayolni, masalan, ayol degan kim u? Ya onamiz bo'ldi shunami? Yoki ayolimiz bo'ldi. Yoki ochsinimiz bo'ldi, yoki dindagi qarindishimiz bo'ldi ayollar. Uning sirida bir narsa yo'q. Masalan, ayolni onu sübut bilan qanday hurmatlashga buyurdi desak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qashag'i kelib, ya Rasululloh, man ahaqqun nasi bi husni sahabati dedi shunami? Mening eng yaxshi o'tadigan, eng yaxshi hurmatlashga arziydigan kishi kim debdi? Anang deb 3 qatim dedi. Bir odam kelib, ya Rasululloh, jihad qilaman debdi, anang bormi debdi? Bor debdi. Anangning xizmatini qil, fasammal jannat dedi. İlzim riclaha dedi. Anan hayat mı o depti, hayat depti. İlzim riclaha. Ananın paçı kısıl dedi. Yani ilzim riclaha. Ananın ki putuğu pasık. Şu yerden ketmeye yani. Fesemmel cennet. Cennet aşağıda dedi. El cennetu tahta aqdamil ummahat. Demek bu yetip başladı bir Müslüman nispeten. Hem de eğer o ayal bizden ayalımız olup kalsı şu. Ayalımız olup kalsa mesela anımız bundadır. Eğer şu ayal bizninki şu ayal kişi bizninki ayalımız olsun dinimde dese fettakullaha fin nisa fe innekum akhaztumuhunne bi emanetillah ve istahlaltum furucahunne bi kelimetillah. Sıla yani Peygamber sallallahu haccetle vidada Peygamber sallallahu kan ahirki hoşiş hacda İstavsav bin nisa'i hayran. Ayollarni yaxshi chiroyliqcha nasihat qilib, chiroyliqcha uy tutinglar. Yani istavsav bin nisa'i hayran ayollarga yaxshilik qilishni buyurdi payg'ambar alayhisalom. Yaxshi bo'lish. Nim dedi? Yaxshi nasihat qilinglar. Yaxshi nasihat qilinglar va go'zallik bilan yaxshi qilinglar. Va ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar dedi. Shuning uchun Taloq surasi 12 oyat 4 ayette Allah'dan korkunlar, Allah'dan korkunlar, Allah'dan korkunlar. Allah'ın, şunu ben burundu deme, en takva adam ailede bölündü çünkü. Biz takva dese, o mescidi jığlap gidişini, Kur'an'ı okusu jığlap gidişini, onu öyleyemiz. Ailedeki yaxşı dada, yaxşı ayal, la man hakik takva kişiler. Şuna Resulullah hayrukum li ahlihi. Ailesi gelişi. Ayallah hakkında sil Allah'dan korkunlar. Sila ulanı Allah'ın amaneti bilen aldınlar deydi. Yani men ahunum nikah koncakda Allah'ın fermanı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, Müslümanın guvalığı bilen öz emrini aldın mı diyen gap. Yani Allah'ın şapi keltirip aldın sen onu. Allah'ın amaneti deydi. Ve Allah'ın sözü bilen o ayallarını sila halal xotan kıldınlar deydi. O ayal haram de biz için. Şunda ama Allah'ın sözünü koyup aldım, ayet okuyup, hadis okuyup, anı sila Allah'ın sözünden halal kıldınlar. Onda boğandan keyin sizlar bularni yaxshi nim qilinglar. Agar masalan ya bizninki o ayol masalan ana o'smi shunda bo'ldi, ayol o'smi shunda bo'ldi, yoki qizimiz bo'ldi. Shundami? Qizimiz bo'lsin deydi Payg'ambar alayhisalom. Oysha onamiz deydi, "Dakhalat imratu ma'aha ibnatan" deydi. Bir ayol ikki qizni agashtirib uyga kirdi deydi. Shundan yani bir narsa tilab kiribdi-da, hech narsa topolmay bir tal xoma topaldim deydi. Bir tal xomini basam bu ayol xomini ikkiga bo'lib, ikki qiziq badi o'zi yemidi. Shuni yemay shundan chiqib qoldi. Shundan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kirgandan keyin Oysha onamiz ta'sir qildi-da, ama onininki mehribonligi. Shundan payg'ambar alayhisalom kirdi deb basam, payg'ambar alayhisalom manubtiliya min hadhihi al-banati bi shay'in kunna lahu sitran minan nar. Kimki mush qizlar bilan imtihon qilinib qolsa, qiyomat kunsi mush qizning o'zi ularga do'zaxdan parda olib turdi dedi. Ya'ni bizni do'zaxdan qutqizdigini yenil ayol. Ayoling bo'lsa bunda bo'ladi, onang bo'lsa bunda bo'ladi, nimang bo'lsa, singling bo'lsa, achang bo'lsa, qizing bo'lsa bunda bo'ladi. Ana umumiy ayollarga nisbatan payg'ambar alayhisalom nima dedi? Innamal nisa'u shaqa'iqur rijal dedi.
ayollar erlerning parçası dedi. Yani üzerinin bir parçası dedi. Üzenge bunda degene sen üzenge kanda muamele kılsan ayollar şunda muamele kılsa çünkü o senin parçandaydı. Hoş. Şunun Kur'an-ı Kerim'de ve min ayatihi en halaka min enfusikum azwaja litaskunu. Yani senin üzerliğinden yani ayollarını yarattı dedi. Demek ayollar senin ayollar bir parçanla. Dep şunun için bunun yani gapni kısık şu. Din muşuna deydi o. Mesela takibi 150 yıl burun Angliyada jigneçip ayollar insan kiremde o şeytan kiremde o dep jignaşkan. Dinimiz 1400 yıl burun bunda degen. Yani ma günü kelip hem de biz musulmonlarninki ayollari xo'rlansa bo'lmaydi. Hatto biz ayollarni xo'rliqdan qutqizishga buyurilganmiz. Men qutila duna ardihi fa huwa shahid deydi. O'zining shon sharafini qo'g'dab o'lgan kishi shahid deydi. Ayollar bizning shon sharafimiz. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar o'ylab baqsa ayollar agar tulg'utun bo'lib qolsa, er o'ylab ketibdi, ajrashib ketibdi, bunda bo'lsam qanday hurmatlandi? Nima deydi biz payg'ambar alayhisalom? As-sa'i alal armala wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Tulg'utullarning xizmatini qilish uchun, tulg'utullarningki ehtiyojidan chiqish uchun mangan, saykush qilganlar Alloh yo'lida jihad qilgan bilan o'xshash deydi. Endi nima desa ayollarni ash tulg'utun bechoralar xo'rni qilmasin deb shuning xizmatini qilgan, shu tulg'utullar uchun moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berish uchun kuch chiqarganlar ayollar yo'lida jihad qilayotganlarga o'xshash deb aytamiz. Endi bu ayollarning hurmati bu. Shuning uchun bu vaqt so'zlasak, oyat hadislar bakjiq, mencha har bir mo'min musulmonga bu yetarli ekan. Chunki hurmat qiladigan yo onang, yo ayoling, yo ochi-singling yoki o'zingning bir parchasi. Boshqadan emas ayol. Xo'sh, endi sevimli payg'ambarimiz, rasulimiz ayollarga qanday muomala qiladi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi hammamiz bilamiz axloqiy Qur'on. Hamu al-nayt raufur rahim deb sifatlangan, nayt kuyimchan, mehribon deb sifatlangan payg'ambar sallallohu Qur'oni Karimda. Shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarga muomala qilganchaqda bak muloyimlik bilan, nayt yumshoq qo'llik bilan muomala qiladi. Buningki bir misol var masalan, hatto payg'ambar alayhisalom ayollarni aynak deb ataydi. Öyle baksa gapning o'zidan, gapning o'zidan ne kadar payg'ambar alayhisalomning nozuk, ne kadar muloyim, ne kadar bir kuyimchanligini bildirdi. Chunki ayollarni aynak deyishi shu aynak sinib ketmasin demakchi-da bu yerda. Shunday masalan bir qatimliq safarda bir bola bor, xizmatkor bor, ismi Anjasha. Bu balalık padını haydap git bağanda biz Haman toğlaganda okuyduğun bir nakşımız var ya. Haman haydap ötüp şundak tögün aydıqanca etdiğen bir nakşı var ekan da. Bu nad avaz çıraylık ekan. Şuna taz nakşı etqanda ekan. A tögümü turanmay mümkün ekan da tögüm tız mümkün ekan nakşıqdan keç qilib. Şun Peygamber Aleyhisselam ya Anjasha ruwaydaka suqan bil qawarir. Oy Anjasha ma eyneklerge dikkat qil. Bir şeyde ayollarni eynek dedi Peygamber Aleyhisselam. Buningdan yani eynek o'qishtishi biz voy eynek chiqilib ketmasin, voy ehtiyot qilinglar, voy eynek dez ketmasin deb eynek qachilarni qanchalik asraymiz, Rasululloh ayollarni eynekning o'rnida ko'radi. Demak, hamda ayollarni o'shada Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Anjasha Xo'sh. Nima? Qavarir. Yani aynak quta deb atishi jiq ma'nini bildirdi bizga. Xo'sh. Endi Payg'ambar alayhisalomning yana bir shu ayollarga qilgan muomalasida shu ayollarning ta'lim tarbiyasiga yana alohida ko'ngil beradi. Masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida ayollar masjid namoz o'qitdi. Hammamiz bilamiz. Payg'ambar alayhisalom so'zlagan darslarni ayollar tang anglaydi. Lekin mush ayollar uningga muqanmay Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayollarga maxsus bir kun ajratib ta'lim tarbiya berishni talab qilganchada Payg'ambar alayhisalom buni qabul qilgan.
Ya Rasulullah zahabar rijalu bi hadisik. Ya Allah'ın peygamberi bu erlersin gipini bek anam gitip bardı. Bizgin məxsus bir gün qıp bəsən ki, onda palanı günü palaniyada palaniya kilinglar deb Peygamber Aleyhisselam məşəndə ayallarga məxsus təlim tərbiyə işlərini qıp bəgən. Əmdə Peygamber Aleyhisselam er kişi davamlıq erlərlə yaşaydı. Lekin adamni hayron qoldirdi g'ayri. Mush ayollarning bunda bir yo'qolib ketganini, bir ish bo'lganini Payg'ambar alayhisalom his qildi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom hajdan qaytib kelib, Ummu Sanan Ansari radhiyallohu anhuga "Bijil siz bu nimda bizlar haj qilmadingiz?" Voy palana xon desimi gap ayollarmi? Biz haj qildik, nimda bizlar hajga bormadingiz deb Payg'ambar alayhisalom shunday so'rgan. So'rgankin, "Ya Rasululloh, bizning orada ikki to'ygimiz bor-ku. Birini o'g'lim menib, birini erim menib shu ikkisi haj qildi, shundan men boramay qoldim deb. Bundan nima tushunimiz desa Payg'ambar alayhisalom biz aloqa ayollar bilan hozir siz bizim o'xshash hech qanday bir aloqa qilmaymiz hamda. Ya'ni og'inimiz bo'lsa nagvadiyon yo'qolib ketdi deb ayol. Payg'ambar alayhisalom erlar emas, ayollarningmi? Nima ish qilayotganini, bormi, yo'qmi, kasalmi, sog'mi? Muşnağım alayida ko'ngli biladi. Buningdanmi Rasulullohning ayollarga alayida ko'ngil bildiganligi chiqib turdi hamda. Shundaqla Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarni hurmatlashi, ayollarning qadr-qimmatini qanday qildiganligini ko'rsatgan yana bir ajoyib ta'sirli bir ish bor. Rasulullohning davrida masjid supraydigan, masjidni tozalaydigan hech kim bunday qilgan joylarda kambag'al, o'zi qar ayoldi. Qartillik ayoldi. Masjid tozalaydigan bir ayol var hamda. Ma'lum bir kechasi bu ayol o'lib qoldi. Sahabeler shunda katta kishilar bilamiz-ku. Shu sahabelar hamda bu ayolga bir Rasulullohni o'qitib жүрmaydi. Bizni bir taraf qilib o'tadilar. Shu kechislam jubta ratlam namozini tushirib atdamdi. O sahabelar bilsan issiq, vaqtida dabni qilmas bo'lmaydi siz billami. Rasululloh qarab qolsa bu ayol yo'qolib ketadi. Voy bu masjid tozaga ayol yo'qolib ketdi degan keyin ya Rasululloh bu ayol o'lib qoldi 3 kun burun. Sizni avarqmay ko'mib qo'ydik. Rasululloh ne ko'mdim? Qani bu ayol qabrisiga opirib ayolning qabrisiga berib shu ayol haqida nurg'un duolarni qilib mushtaq qilgan. Ya'ni o'ylab baqsa bu ayol shu jamiyatga bir e'tiborli bir boyning yoki bir donliq sahobining ayoli emas. Çünkü sahabeler daqlı kümbatkini qaraganda shunchalik ayol endi o. Lekin Rasululloh berib shu ayolning qabrisini ko'rsatdinglar. Nima uchun men namoz o'qitmadinglar deb qilib ketishi Rasululloh ya'ni ayollarningki, mush ayolningki naqadar Rasulullohning ayollarga bo'lgan hurmatini bildirdi. Demak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu masalan bir ayol kelib Rasulullohning qashiga kelib, "Ya Rasululloh, mening sana bir hajatim bor" desa Rasulullohning bergan javobi qaraslar. Vay palani sizning hajingiz meni xohlagan yerga opiring, xohlagan ko'chaga boshlang, sizning hajitingizni tugatmay turib men hargiz boshqa yoqqa ketmayman deydi Payg'ambar. Mana bu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ya'ni hatto ba'zi bunday yeshchan ayollarga Payg'ambar chaqchaqmoq qilib qo'ydi. Bir ayol kelib ya Rasululloh, qayrgan bir ayol kelib ya Rasululloh, bir duo qilsam men jannat kiray debdi. Qayr xotin jannat kirmaydi degan bu ayol yig'lab ketib qoldi. Oplu men cennet kiremedi degan Payg'ambar sallam chaqchaq qilib siz Alloh subhanahu taolaning inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara degan oyatni o'qimdingizmi? Ya'ni jannat kirgan vaqtda qayni holat kirmaysizlar, yosh, qiron, to'lgan vaqtinglar aslinglar kelib andan keyin kirsizlar degan bo'ldi deb ash ayolga bunda chaqchaqlik voqealigini tilg'alindi. Demak Rasululloh ayollar bilan mana shundaq nayt ali janob esil sifat shunday yashaydi. Xo'sh, endi İslamdaki elbette ayollarninki bu Resulullah'ninki ailesi bilan bo'lgan ayollar bilan bo'lgan narsani biz so'zlab bo'ldik dersimizda. Endi elbette ayol kishininki farzandlari yo'ldoshiga bo'lgan nurg'un haqlari bo'lgandek, uningmi oladigan haqlari İslamdagi haq-huquqi nima? Xo'sh, endi buni kirishdan burun shu biz Ramazonda yashayapmiz. Mush Payg'ambar alayhisolamning ayollarga ajoyib ko'p tavsiya qilgan bir ish va uni davitib mas'ulga javob beray. Payg'ambar alayhisolam sadaqatni sadaqatga bak buyurgan. Ko'p sadaqat qilishga buyurgan. Shu Ramazon shu ayollarimizga men Rasulullohning bu vasiyatini yetkazman. Tasaddaqna debchu, siz sadaqat qilinglar. Men ayollarning ko'pingisini do'zaxda ko'rib qoldim deb.
Demek sadaqat ayollarning do'zaxdan qutulishdagi eng cho'ng yo'llardan bir yo'l. Shuning uchun Ramazonda ayollar qo'ldan kelishcha 5 TL, 5 dollar, 10 dollar aciz yetim misrlarga, mushu maktablarga, vatan davası uchun mushu Ramazonda alohida bir sadaqat berishni tavsiya qilib, savollarga javob bersam, ayollarning haq-huquqlaridan masalan mushu ayollarningki mol mulk haqqi bor. Yani o'z oldiga mal mulk haqqi bor. Masalan, dadasidan miras qolgan mal o'qasa, o'zi xohlagancha erning arilish haqqi yo'q. Agar maosh oldigan ayollar bo'lib qolsa, erningki u maoshiga arilish haqqi yo'q. Yani o'zining xususiy puli bo'lib qolsa, masalan, mushin davatma, mush gap qachon islom huquqini qachon bergan desizlar? 1400 yil burun bergan. Amerika ayollarning iqtisodiy haq-huquqini 1920-yil e'tirof qilgan. Onun aldıda ayollarning ep setish haqqi yo'qdi. Masalan, da uy elib o'zining ismini uy oldiga haqqi yo'qdi. Mashina elib o'zining ismini oldiga haqqi yo'qdi Amerikada. 1920-yil bergan. Islom dinida 1400 yil burun Allah ayollarning mol mulk to'liq huquq borligini e'tirof qilgan. Shu qatordan andikin u molni o'zi xohlagancha tasarruf qilish haqqi bor. Sadaqat beramdi, bekimga berib etamdi, yaxshi yo'l ishiltamdi, ish qilib haqqi bor. Shu ayollarning haqlaridan erlerini tanlash haqqi bor. Erlerini xohlagancha tanlab tegisi bo'ldi. Majbur yo dadining yoki hech bir shaxsning bir qizni majburiy shaklda evlendirish, to'yni qilish haqqi yo'q. O'zi tanlash haqqi bor. Endi bir ta'kidlab qo'ygan narsalarning birisi o'sha ayollarning eridan ajralish haqqi bor. Aslamada qo'ypamiz ajralmay degan gap bor. Agar ayol erini haqiqatan yaxshi ko'rmabdi. Yani bu evlen bir öyde yaşsa, özünün ayollik hakkını ada kılanmaydıgan, ya ki bu erilen yaşaş bu ayolga kısmeten bir azapken. Şuna olsa bu ayol men ajrışıma edip toyluğunu kayıt öpürüp ajrası buldu. Ajrış hakkı var. O da erlerinin ajrış hakkı olgandak. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın devrede bağı bir ayol kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e İbn Abbas radıyallahu anh deydi. Sabit ibn Qays'ning ayoli Rasulullah'ni qarshi qilib, "Ey Rasulullah, men Sabitni bir narsa deb ayiblamayman. Uning axloqim yaxshi. Ish qilib men uni bilan uy tutamayman." Degan keyin Payg'ambar alayhisalom unda bo'lsa, to'yliq olgan bog'chini qaytarib beramiz degan, qaytarib beradigan ekan, bo'lganda bo'lsa, ishkan nikohisi tugdi. Tamam. Shundaqla ayolning haq-huquqlaridan erlar, agar u ayol ertakkan ayol bo'lib qolsa, eri u ayolga uy, yemek içmek, kiyim kechak, davolanish. Bu buni qilish kerak. Hatto shu ayol boy ayol bo'lsin. Endi ayol o'zi xohlagan agar masalan maoshli ayol ekan, uyga shuni bir ishlatsa, o ayolninki qilgan yaxshilik bo'ldi. To'g'ri. Lekin majburiyat emas. Majburiyat emas. Erning chunki ayol Qur'oni Karimda "Er-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'i bima faddallahu ala ba'd bima anfaqu" degan oyat bor. Erlar ayollardan uyda bir daraja yuqori turib, nima uchun desa, erlarning butun chiqimni qilganlik uchun deydi. Erning mas'uliyati yuksak bu yerda. Yuksak. Ayollarning iqtisodini, uy, yemek içmek, kiyim kechak, davolanishni ustiga olish kerak. Hatto ayoli boy bo'lib qolsin. Huquqlardan shu anda. Shuning uchun bu asos jihatdan ayollarningki islomdagi haqlari mushu. Mushahada bilan aytib kallam shuni askaldik hozir shu ba'zi bo'libmi shu xizmat ishlayotgan ayollar bu aminatda islom bergan bir huquq bormidi. Sen Eronninki normalda o'sini beqish kerak hamda. Nurg'un bugungi jamiyatning ta'sirida erning quluq qarab qolmaydi. Deb mesela qizlarni shunday tarbiyalaydigan. Chuqum sen xizmat ega bo'lishing kerak. Uning quluq qarab qolsang olmaydi, sen uyda menda bo'lsa, o'zi deb. Ashunda bir fikr hamda. Asli menda bu yerda vazifa masalasi bor. Ayollar pul topaman desa, o'zi qildigan vazifani qilmay boshqa ishga ketib qolgan bo'ldi. Bu islom din deydi, pulni topsin. Sen shu pul topadigan erning xizmatini yaxshi qil. Ondan keyin millat dedim-ku, farzand degan farzand tarbiyal degan gap, sen bir yaxshi dadini, yaxshi bir qo'mondonni, yaxshi bir jangchini, yaxshi bir ishchini, yaxshi bir injenerni, sen degan bir inson tarbiyalash degan bir zavodsan.
inson tarbiyalaydigan dunyodagi eng ulug' oliy universitetsan ana. Evet. Seni vazifang bu. Sen vazifa qilmasan, u yerga chiqib kaltishdan satma, bu yerga chiqib paypoq satma desang bo'lmaydi demakchi. Lekin bu durust. Agar ayollar tijorat qilsa, tijorat qilish haqqi bor. Masalan, Xadicha onamizning tijoratchiligini bilamiz. Lekin ma insonlar bir narsani tushunish kerak-ku. Ma do'ppin Alloh bosh kaygil yaratib, put kaygil yaratgan emas. Erlarni bir alayidlik, xususiyatdan xarakterlarini yaratdi. Ayollarning bir xususiyat xarakterini yaratdi. Ayollarga inson yetishtirish vazifasini atdi Alloh subhanahu va taolo. Bu bek ulug' xizmat bu. Buningdan cho'ng xizmat bormi? Ya'ni dunyodagi eng ulug' er sening o'quvching. Sening maktabingda o'qigan, mash ayolning maktabida o'qigan, sening diplomingni olgan. Şoňa hakykatan şu analarning şu faqatlam balalarga, farzandlarga tamoq etib turadigan, xuddi oshpazdek yoki o'yin tozalab turadigan tozliqchidek o'ringa tushib qolgan. Şoňa öy ayollari ko'pinchisi o'zining shu bilmasligidan öy ayollikni töven jamiyatdagi töven qilib qolganlarning saviyasiga tushirib etib, sen aminatı cho'ng bir o'qituvchi beradi asli. Sen öy ayollığı agar desa o'zingning saviyasini yuksaltmasang, yaxshi o'qimasang, tarbiyani yaxshi balalarga yetkazmasang, o normalde tug'ib birdiganli bir ana bo'lib qolib qolsang, jannat analarning puti ostida degan hadisga tushunmaysan-ki bu yerda. Chunki biz islom dinida bola beqing demaydi, bola tarbiyalang deydi. O baqishni nimadan baqidi? Bir hayvonning bir balasini baqmay tashlatqani ko'rmadi o. Baqidi, o beqishga maqsad tarbiyalash. Bu bak cho'ng ulug'vor xizmat hamda u. Xo'sh, endi İslamda ayollarning siyosiy huquqi bormi degan buning o'zi. Albatta bor. Ayollarning siyosiy huquq masalasiga kelsak, bu vaqtda hamda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam innaman nisa shaqaiqur rijal, ayollar erlarning bir parchasi degan. Qur'oni Karimda mu avliya ba'dukum bi ba'd deb, ya'ni ayollar bir-biriga egi chiqish kerak, egisi degan. Dini ulamolarimiz mu erlar shariatda nimaga buyurilgan bo'lsa, ayollarmi shuning buyurilgan. Erlar nimaga cheklangan bo'lsa, ayollarmi shuning cheklangan degan. Endi islomda bir shaxsning siyosiy huquqi, o'zining boshlig'ini saylash va saylanish, davlatningki siyosiy ishlarga aralashish. Masalan, bir er kishi bahramand bo'lgan barliq siyosiy huquqlardan ayollar bahramand bo'ladi. Masalan, davlatda har qanday bir huquqdan agar xalq tarafidan saylansa, huquq tutish. Hatto Abu Hanifa rahmatullohi alayh ayol kishi shu davlatning bosh qozisi, ya'ni sud mahkamasining bosh valisi bo'lsin bo'ladi degan. Demak, faqatlam ayol kishi xalifa bo'lsa, islom xilofat bo'lib qolsa, xalifa bo'lsa bo'lamdi, bo'lmamdi deganda ko'pincha ulamolar bo'lmaydi degan. Qolgan masalalarda ayol kishi bo'lsa bo'ladi deb. Shu qatorda davlatning raisiga nasihat qilish haqi bo'ldi. Ya'ni sizlardan bir kishilar bo'lsinki, ular yaxshi ishga buyuradi, yomon ishdan to'sadi deb. Bular kimlar desa, ya'ni ayollar shu qatorda bor. Masalan, islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalom ayollardan bay'at oladi. Hozirgi saylan masalasi shu ayni. Ya'ni bay'at degan siyosiy gap. Masalan, ayollar o'z vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga jihadga chiqadi. Demak, bu jihad deganing siyosiy bir harakat. Hatta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sulhul Hudaybiyada Payg'ambar alayhisalom haramga boramiz deb ihrom bog'lab, sahobalarni ihrom bog'lab, hammasi haramga boramiz deb, keyin bu bir to'xtam bo'lib, bir yil haram kirmay yenib ketadigan bir ahvolda sahobalar kiramiz deb hatto ihromni sanmay, qurbonlikni qilmay turib olgan. Payg'ambar alayhisalom buni bu to'xtamga qo'l qo'yib qo'ygan. Shu yerda bir xil bir isyon bo'lish ehtimoli bo'lgandek bir ahvol bo'lgan vaqtida Ummu Salama onamiz Payg'ambar alayhisalomga maslahat ko'rsatib, oldi bilan sen o'zing ihromdan chiqsang, sahobalar undan keyin chiqadi deb Payg'ambar alayhisalom shunday qilish orqali nihoyat zo'r bir cho'ng bir fitnadan saqlanib qolgan. Xuddi ya'ni Payg'ambar alayhisalom shu davlatning raisi bo'lsa, Ummu Salama onamiz bir davlat raisininki maslahatchisining rolini o'ynagan. Masalan, Oysha onamiz to'gi vaqasida o'zi bir necha ming kishilik qo'shinga harbiy qo'mondon bo'lib
boshlab mangan. Demak, islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, ayollar siyosiy faoliyatlarga qatnashgan, siyosiy harakatlarga qatnashgan va shu qatadimi Qur'oni Karim ayol deb siyosiy huquqda bir ayirmagan. Hem ayollarning bu islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, siyosiy harakatlarda zo'r rol o'ynaganligini ko'ra olamiz. Hatto shu Uhud jangidami Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamni Umma Ammara onamiz o'zi ash xanjini yendan chiqarib kofirlardan qo'diganlik to'g'riliq. Oysha onamizning jihad maydonlarida yaralanganlarga og'izda suv akilib, hatto yaralagan davolab jihad maydonida yugurib yurganligini kitoblarda naql qilgan. Demak, Qur'oni Karimda ba'dukum min ba'd, ya'ni erlar ayollardan, ayollar erlardan deb, ya'ni shariatda buni ayirib o'ltamagan. Shuning uchun ayollarimiz shariatning adab, axloq, qoida usullariga rioya qilgan asosda siyosiy huquqdan bahramand bo'ladi, saylaydi, saylandi, davlatning siyosiy aralashadi, davlatning organlarida huquqchisi bo'ladi, parlament a'zolari bo'lsa bo'ladi va shu parlament a'zolarining davlatningki organlarga nazorat qiladigan ishlarni qilsa, demak bo'ladi. Bu shariatda ayollarning huquqi e'tirof qilindi. Shuning uchun buni bizningki musulmon ayollarning bo'lishi bo'libmi, Sharq Turkiston shu zulmdan qutulish uchun ayollarning siyosiy va ijtimoiy har xil rolini faqat sal qarashga bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Xayr bo'ldi olsa, programmamizning vaqti bo'lmashadi. Oxirlashib qoldi. Evet, yaxshi eshib bada. Rahmat, Allah razı olsun inşallah. Ayetki programımızda davamlaştıramiz. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi programmamiz 21-sanimiz müşahede oxirlashdi. İnşallah ayetki programımızda Allah ömür versin ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.